Nexia 1 avtomatini kutayotganlar bormidi? O'zi Nexia 1 avtomatini sizlar ko'rganmisizlar va bilarmidinglar? 1.6 motor, 1.6 korobka avtomat bilan. Xo'p, motor probegi 295 ming ekan do'stlar. Mashina suviga but-butun ekan. Kapotida va Krilo ikkita eshikda kraskasi bor ekan. O'zingiz uchun bemalol kelasiz, mashinani proverka qilasiz. Sizga yoqadigan bo'lsa, barakasini qo'yishlar mumkin bo'ladi. Archa balonlar taqilgan ekan, 70-80% yaxshi holatda ekan. Salonni keling, bitta ko'rib olaylik. Mercedes sidinalar qo'yilgan ekan. Hamma ligirovkalargacha ishlar ekan. Xo'p, konditsionerlargacha bor. Lasetti tablo qo'yilgan ekan, 1.6 korobka bilan. Mafonlari ham o'zgacha ekan. Orqalarini ko'ramiz, sidinalarni mana. Voy, maza qilib olasizmi deyman-da boy aka. Arzimagan pulga qo'yib beramiz. Umuman hech qanaqa joyda muammosi yo'q ekan. Xo'p, orqaga R ga urgan payt sal ozgina ovoz chiqarib tushyapti, lekin perdachada umuman muammosi yo'q ekan. Mana 100 talik metan gaz ballonlari bor ekan. Tayyor olar ekansiz, bosib oladigan joy ekan. Egalarni 1 yillik general Davinskiga ham ko'ndirib qo'ydim. Mashinamiz cho'tka holatda turibdi. Nexia 1 avtomati. Kommentariyada yozib ketinglar. Haqiqatan ko'rganmidinglar yo hozir ko'rib turibsizlarmi? Agar hozir ko'rib turgan bo'lsanglar, like bosmasanglar qaranglar. Bosinglar, bitta bosib qo'yinglar. Jonlar sog' bo'lsin. Mana oldinlarni ham ko'ramiz. Xo'p, mashinamiz shunga bo'lgan ekan. Sizlar uchun shu mashinamizni 3400 dollarga qo'yib beramiz. Sraz videoga like bosib, shu Nexia 1 bosib olinglar. Yiliga keladigan bo'lsa 2008, motor probegi 295 ming. Gemoroylari qildirib qo'yilgan ekan. Bosinglar.